Benjamin Franklin hikmatlari. Kishi cho'ntagidagi pulni bilim uchun sarflasa, hech kim bu pullarni undan tortib ola olmaydi. Kambag'allik uyatli hol emas, ammo bundan uyalish haqiqiy uyatli holat. Kimdandir uzr so'rar ekansiz, hech qanday bahonalarsiz, shunchaki kechirim so'rang. Jahl bilan boshlangan har qanday ish uyat bilan tugaydi. Pulning qadrini bilaman deb o'ylasangiz, birovdan qarz so'rab ko'ring. Vaqt bu puldir. Men imtihondan yiqilmadim, balki imtihondan o'ta olmaslikning 100 xil yo'lini o'rgandim. Ishlaringizni kechiktirishingiz mumkin, ammo vaqt kechikmaydi. Dushmanlaringizni seving. Ular kamchiliklaringizni aytadigan insonlardir. 3 ta sadoqatli do'st bor. Qari rafiqa, qari it va qo'lingizda tayyor turgan pul. Mayda-chuyda xarajatlaringizdan ehtiyot bo'ling. Kichkina teshik katta kemani qulatishga qodir. A'lo fikrlardan ko'ra a'lo amallar yaxshiroq. Ko'pchilik insonlar 25 yoshda o'ladi, ammo 75 yoshga yetgach ko'miladi. Tayyorgarlik ko'rishda muvaffaqiyatsiz bo'lsangiz, muvaffaqiyatsizlikka tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lasiz. Qiyinchilik yo'q joyda natija ham bo'lmaydi. Hayotning eng katta tragediyalaridan biri shuki, biz juda tez qariymiz, lekin donishmandlikka juda kech erishamiz. Bugungi bitta ish ertaga qoldirilgan 2 ishdan afzalroqdir. Dangasalik sekinlik bilan harakat qiladi. Kambag'allik unga tez yetishib oladi. Qarzga botishdan ko'ra kechki ovqatni yemagan ma'qul. Kishi 20 yoshdaligida uni xohish iroda boshqaradi. 30 yoshga yetganda aql farosat boshqaradi. 40 yoshga yetganda esa